Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. İstanbulda 14 dekabr kuni Eysa Yusuf Alptekin vaqfisi, Dünya Uyg'ur qurultiyi vaqfisi va boshqa 11 ommaviy tashkilotning qetilishi bilan Eysa Yusuf Alptekin vafotining 30-yili munosabati bilan 3 apandilar va shahidlarni xotirlash faoliyati o'tkazilgan. Mazkur faoliyat Eysa Yusuf Alptekin vaqfisining raisi Jahid Dak va Dünya Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Abdurashid Abdulhamidning ochilish so'zi bilan boshlangan bo'lib, faoliyatga Zaytunburnu rayonlik hukumatning boshlig'i ve Zeytinburnu rayonunun reis ve muavin reisleri bilen birlikte her qaysi siyasi partiyalarının mesulleri, köp sandaki ommaviy teşkilat mesulleri, akademiklar ve Şarkı Türkistan davasıga köngül bergen Türkler qatnaşkan. Faaliyette Qurultay reisi Turg'unjon Alavudin, Qurultayning sobiq reisi, Uyg'ur Kishilik huquq va demokratiya markazining reisi Dolqin Aysa, Qurultay ijroiya komitetining reisi Roshan Abbosning silliq nutqi qo'yilib, oxirida 3 apandilar haqida maxsus muhokama o'rinlashtirilgan. Professor doktor Mualla Yücelning riyosatchiligida elib berilgan muhokama yig'inida Professor doktor Ömer Qul apandi, Masud Sabiri Bayqozini, doktorant Abdulla Oğuz Muhammad Emin Bug'rani, Professor doktor Orxon Kavunju Eysa Yusuf Alptekin haqida ularning hayoti, kurashlari va fikrlarini qatnashchilarga tanishtirgan. Mush ayning 19 kunidan 20 kunigacha yana Germaniyaning München shahriga joylashgan Dünya Uyg'ur qurultiyi markaziy ishxonasida Sharq Turkiston milliy ko'rishining rahbarlaridan biri bo'lgan Eysa Yusuf Alptekin vafotining 30 yilligini xotirlash munosabati bilan 20-asrning dastlabki yarmida ikki qatim Sharq Turkiston xalqiga mustaqillikning g'ururini elib kelgan, Uyg'ur mustaqillik kurashlariga rahbarlik qilgan ikki jumhuriyatimizning rahbarlarini xotirlash uchun maxsus yig'in o'tkazildi. Bu yig'inda Sharq Turkiston jumhuriyatlarining o'tmishdan bugungacha bo'lgan qurg'uchi rahbarlari va Sharq Turkiston davosining boshlamchi shaxslarini xotirlab, muhokama yig'inlari o'rinlashtirildi. Shundaqla Turk dunyosi va xalqarodagi Sharq Turkiston masalasining hozirgi ahvoli to'g'risida muzokaralar o'tkazilib, Sharq Turkiston tarixini yo'ritib beradigan sinlar ko'rsatildi va ko'rgazmalar uyushtirildi. Sharq Turkiston davosining tarixiy rahbarlarini eslash va tushunish, ularning ideya va kurashlarini yangi avlodlarga yetkazish, shundaqla zamonaviy siyosiy va akademik sohalarda Uyg'ur masalasining hozirgi ahvolini tanishtirishni maqsad qilgan mazkur programmaga Dünya Uyg'ur qurultiyining rahbarlari va tadqiqotchilari, Turkiya va Yevropaning parlament a'zolari, olimlar va har qaysi tashkilotlarning vakillari qatnashadi. Dünya Uyg'ur qurultiyi, siyosatchilar, olimlar, har qaysi tashkilot vakillari va barliq do'stlarimizni axborot sohasini bu yig'inga qatnashishga taklif qiladi. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari favqulodda komiteti 2025-yillik dokladini 10 dekabr e'lon qilgan. Mazkur dokladning Uyg'urlarga munosabatli qismida Sharq Turkistonda Xitoyning Uyg'urlarga qarta elib berayotgan irqiy qirg'inchiligining davom qilayotganligi o'tirib qo'yilgan bo'lib, dokladda mundaq deyilgan. Komitetimizning 2025-yillik doklad mezgilida Amerika Qo'shma Shtatlari Yahudilar irqiy qirg'inchiligi xotira muzeyidagi Simon Skiyot irqiy qirg'inchiligining oldini olish markazi tadqiqotchisi Riyan Tumning Xitoy amaldorlarining atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi Uyg'urlar va boshqa Turkiya musulmonlarga qarta zo'r turkumdagi vahshiy jinoyatlarni sodir qilganligi va sodir qilishni davomlashtirayotganligi to'g'risidagi tadqiqot natijasini e'lon qildi. Mustamlik ostidagi vatanimizdagi insoniyatga qarshi jinoyatlar va irqiy qirg'inchilik degan yakunlarni keltirib chiqargan barliq rasmiy siyosatlarning davom qilayotganligini jazmlashtirdi. Dokladda yana Xitoy hukumatining Uyg'urlarning yerlarini tortib olib, Xitoy ko'chmanlarga elib berishi, yerlari tortib olingan Uyg'urlarni majburiy emgak selayotganligini, buning asosan Uyg'urlarni nishon qilganligini ta'kidlab, dokladlarda ko'rsatilishicha, Xitoy doiralari yaqinda Turkiya va musulmon shaxslarni doim yezi qishloqlardagi an'anaviy kasblardan sanoatga o'tkagan majburiy emgak sistemasini kengaytgan. Doiralar yezlardagi Uyg'urlarni nishon qilgan majburiy emgak programmalariga qo'shimcha holda Uyg'ur dehqonlarining yerlarini musodir qilib, ularning yer ishlatish huquqini davlat boshqaradigan hamkorlik kooperativlariga va qurilish shirkatlariga o'tkazib bergan. ilgirki yillardagi o'xshash
Xitoy doiralari musulmonlarning Ramazonda ro'za tutishini cheklagan. Xitoy ijtimoiy taratqusi pullarida e'lon qilingan sinlarga qaraganda, doiralar 2025-yili mart Ramazon mezgilida Oqsu va Xotan viloyatlarining har qaysi joylaridagi aholilarning ro'za tutishini to'sish uchun ularni majburiy emgakka solgan. Buningdan boshqa, doiralar Qashqar viloyatining Fayzobod noyasidagi bir qancha bozorning aholilaridan o'zlarining ro'za tutmaganligini isbotlash uchun Ramazon mezgilida o'zlarining tushlik tomoq yeyotganligini surat kelishini talab qilgan deganlarni o'ttirib qo'ygan. Mazkur dokladda Uyg'urlarning uylariga kelgan mehmonlarni darhol soqchiga doklad qilinganligi, 2025-yili bahor bayramidan ilgari qishliq bexatarlik harakati, shundaqla ilgari tutilgan Uyg'urlarni, jumladan savdogarlar, xayr-saxovatchilar va chet elga sayohat qilgan kishilarni qayta tutqun qilayotganligini bildirib, munolarni o'ttirib qo'ygan. 2025-yili 27 fevral Tayland amaldorlari xalqaroning kuchlik andishisiga va Xitoy doiralarining 2009-yili Kambodjadan o'xshash usulda Xitoy qaytarilgan 20 nafar Uyg'urni turmaga solganligi yoki qiynoq olganligiga doir dalillarning mavjud bo'lishiga qaramay 40 nafar Uyg'ur panohlik tilguchini Xitoy qaytarib bergan. Bu kishilar taxminan 10 yil ilgari Turkiyaga yetib berish umidida Tayland va boshqa Sharq Janubiy Osiyo davlatlariga qochib ketgan 500 atrofidagi Uyg'urlarning bir qismi edi. 2024-yili noyabr Erkin Osiyo radiosi 2009-yili Kambodjadan qaytarilgan 16 nafar Uyg'urning muddatsiz qamoq jazosi hukm qilinganligini, ikkilanning turmada qazo qilganligini doklad qilgan. 2024-yili fevralda Amerika Qo'shma Shtatlaridan panoh tilash umidida Kambodjaga qochib borgan 22 yoshli Uyg'ur Abduraqib Rahmon Kambodja hukumati tomonidan qaytarilib berilgandan keyin Oqsu viloyatining Kucha noyisiga majburiy avatib etilgan. BDT amaldorlari onunga yordam qilishga uringan bo'lsa-mu, 2024-yili yanvarda Abduraqib Rahmon oldi bilan Kambodja doiralari tomonidan nazarband qilingan, ondan Kambodjadagi Xitoy doiralarining qo'liga o'tkazilib, 1-fevral Kuchaga avatilgan. 2024-yili dekabrgacha Abduraqib Rahmonning ahvoli noma'lum. Xitoy doiralari Turkiya va musulmon aholisiga qarta kontrollikni davomlashtirish uchun nazorat qilish texnikasi va boshqa usullarni ishlatgan. İşletilgan usullar orasida 2024-yili yozdagi tor bexatarlik harakati, Qashqar va Xotan viloyatlarida Uyg'urlarning uylariga kelgan mehmonlarni darhol soqchiga doklad qilish talablari, 2025-yili bahor bayramidan ilgari qishliq bexatarlik harakati, shundaqla ilgari tutilgan Uyg'urlarni, jumladan savdogarlar, xayr-saxovatchilar va chet elga sayohat qilgan kishilarni qayta tutish qatorliqlar bor. Muhafizachi gazetining 5-dekabr xabar qilishicha, 3 nafar Uyg'ur aktivga o'tgan 12 yildan beri Hindiston turmasida nahaq etayotgan bo'lib, ularning delosi xalqaroda kishilik huquqqa munosabatlik muhim talash-tartish temalarining biriga aylanmoqda. 3 aktivga Adil Tursun, Abduxoliq Tursun va Salom Tursunlar 2013-yili Himalaya tog'laridan halqib o'tib, Hindistonning tog'liq rayoni Ladakh kirgan va Sultan Chuki atrofida Hindiston chegara armiyasi tarafidan tutilgan. 3 aktivni harbiylar 2 oy so'roq qilgandan keyin saqchi tarafga o'tkazib bergan bo'lib, til bilmaganlik uchun o'z masalasini tushuntirishda qiynalgan 3 aktivga qamoqda yetish jarayonida boshqa mahbuslardan til o'rganib, o'z ahvolini tushuntirgidek saviyaga yetgan. Bu jarayonda ular Hindiston hukumatidan yoki tashqi dunyodan hech qanday yordam va qo'llashga erisha olmagan. Bu 3 aktivga Hindiston hukumatiga Xitoy doiralarining Uyg'urlarga qarta yurgizayotgan bostirish siyosatlaridan qochib chiqqanligini bildirgan. Doiralar ularni chegaradan qonunsiz o'tish jinoyati bilan ayblab sotqa bergan. Hindiston soti ularni dastlabda 18 oy turmada yetish jazosi bergan. Biroq shu chaqda taxtga chiqqan Hindi Millatchi partiyasining bosh ministri Modi qo'zg'agan millatchi siyosatning ta'siri bilan Hindiston doiralari jazo muddati to'shqandan keyin ularni qo'yib berishni rad qilgan. Hindiston hukumati talash tartish qo'zg'agan ommaviy bexatarlik qonunini sabab ko'rsatib, ularni davomli turmada tutib qolgan. Hindiston doiralari bu 3 Uyg'urning tutib turilish muddatini 2 yildan 6 qatim uzartgan bo'lib, navbatda advokat Muhammad Shafi Lasso mazkur aktivlarning siyosiy panohlik huquqiga erishishini yoki ularni qabul qiladigan 3-chi bir bexatar davlatga avatilishini talab qilayotgan bo'lib, Muhammad Shafi Lasso o'tgan 10 yildan buyon ularning nohaq va qonunsiz shaklda turmada yetayotganligini bildirib, mundaq degan: "Bular jinoyatchi emas, zulmning ziyonkashligiga uchirg'uchilardir." Advokat Shafi bu aktivlarning Xitoy qaytarilishidan qattiq ansiraydiganligini bildirgan.
Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqətinizlərə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qıtımlıq sanımızgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.